21. Rasmda zaryadlarning O nuqtada hosil qilgan natijaviy elektr maydon kuchlanganliklari tasvirlangan bo'lsa, bu Q1 taqsim Q2 nisbati aniqlanadi. Hop, ikkita zaryad bor ekan. Mana bu natijalovchisini beribdi. Q1 taqsim Q2 ni so'rayapti. Hop, ikkovi ham musbat zaryad bo'lsa, elektr maydon kuch chiziqlari shunga yo'naladi. Bittasi davom ettirsak, ikkinchisi ham xuddi shunday. Hop, 30 gradus tomoni 60 gradus. Ichki almashinuv vertikal burchak bo'lyapti. Mana bu ham 60 gradus bo'ladi. Qolgan tomoni ham 30 gradus bo'ladi. 30 gradus bo'lsa, mana bu Y2 bo'ldi. Tomoni Y1. Y1 Y2 teng ekanda. Mana bu Y natijalovchisi burchak bissektrissasi bo'lib chiqyapti-da. Y natijalovchisi. Hop, Y'ni formulasi KQ taqsim R kvadrat Q1 R1 teng K Q2 taqsim R2 kvadrat. Hop. Kala qisqarib ketadi. Q1 taqsim Q2 R1 kvadrat taqsim R2 kvadrat bo'lib qoladi. Hop. Endi bizga mana bu tomon, birday tomon R2 bo'lyapti. Gipotenuza R1 bo'lyapti. Endi sinusini topsak, sinus 30 da 1 taqsim 2 sinus 30 teng qarshisidagini R2 ni gipotenuzaga nisbati bo'lib qoldi. Ya'ni sinus 30 da 1 taqsim 2 bo'lsa, R1 taqsim R2 2 ga teng ekan. Kvadratga oshirsam 4 ga teng bo'ldi. Shu ifodani o'rniga 4 qo'yaman endi. 4. Q1 taqsim Q2 ni so'ragan. Javob bo'ladi.